Mana shu bolakayning videosi lentangizga chiqqanmi? To'g'ri, faqat Vine tomosha qilganingizdagi chiqmasligi tabiiy hol. Bu o'sha G'azo xarobalarini ostidan qutqarib qolingan bola. Ko'zlarga yaxshilab e'tibor bering-da, hech O'zbekistondagi bolalarning ko'ziga o'xshamaydi. Ya'ni ta'ma yo'q, nimadir so'rash ko'zlari yo'q-da. Samimiy, lekin umidini uzib bo'lgan. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan bolachalarda 10 minglab o'lib ketdi. U bola o'z ko'zi bilan ko'rdi yo eshitdi. Bu ham balkim taslim bo'lganda navbatini kutayotgandir. Siyosat ham xuddi lentaga o'xshatdi. Inson so'zining o'zi lug'aviy ma'nosini unutuvchi. Ya'ni jahon chempionati bizga mana shu G'azoni unutishga yordam berdi. Ularga yordam berdi, ya'ni zulm qilayotganlarga. Iltimos, jahon chempionati tugadi, lentani sal orqaga qaytaraylik. Xo'p, nima foyda deyishingiz mumkin? Nima foyda? Foyda shuki, sizni qalbingiz qotib qolmasin. Zulmga doim qarshi bo'ling. Yomonlardan nafratlaning. Mana shu sizdagi mana shu ezgu tuyg'ular farzandlaringizga meros bo'ladi. 1000 yil, 100 yil, 10 ming yildan keyin zamon o'zgaradi. Chunki G'azoda ham bir vaqtlar ular ustun edi. Ularga zulm qilganlar uni uyiga yalinib kelgan edi. Teskari bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Ikkinchi jahon urushi paytida fashistlar tomonidan dahshatli jinoyatlar sodir etiladi. Shulardan biri Dunay daryosi bo'yida sodir bo'ladi. Fashist askarlari Dunay daryosi bo'yiga oddiy aholini haydab borishadi va oyoq kiyimini yechishga majburlashadi. Ularni 10 ta, 5 ta qilib bog'lashadi ipga va ulardan bittasini otib tashlashadi va suvga tashlab yuboradi. Natijada o'lgan odam qolgan tirik odamlarni suvga tortib ketadi. Nemis askarlari bu bilan o'qni tejab qolishadi va tekin poyabzallarga ega bo'ladi. 2005-yilda Dunay daryosi bo'yida 60 juft temir iztirobi deb nomlangan memorial ochilgan. Lekin ma'lumotlarga qaraganda qurbonlar soni 1000 dan ziyod bo'lgan deb aytiladi. G'arb dunyosida mavjud bo'lgan va ayrimlari hozirgacha saqlanib kelgan dahshatli irimlar. Birinchisi, kravat ro'parasiga ko'zgu qo'yish mumkin emas. Irimga ko'ra, u nargi dunyoga ochiladigan deraza bo'lishi mumkin. Uyda kapalakning paydo bo'lishi kasallik belgisi. Unga yaxshi munosabatda bo'linmasa, hatto o'limga olib kelishi mumkin deb ishonilgan. Ko'zguning sinishi esa yaqin qarindoshning yoki yaqin insonning o'limiga ishora qiladi. Bundan tashqari kechasi axlat tashlash baxtsizlikka, kalit yo'qotish ham xuddi shunday baxtsizlikka olib kelinadi deb ishonadi. Agar stol atrofida 13 kishi yig'iladigan bo'lsa, tez orada albatta ulardan bittasi vafot etadi. Irim-sirimlardan yana biri, agar siz ikkita yostiqda uxlaydigan bo'lsangiz, omad sizdan yuz o'giradi deb ishonilgan. Eng qo'rqinchlilardan biri, agar kechasi mushuk vishillaydigan bo'lsa, demak u arvohlarni yoki ruhlarni ko'rgan bo'ladi. Bo'ydoqlar uchun esa, agar to'y kuni yomg'ir yog'adigan bo'lsa, bu ajrashishdan darak berar ekan. Balkim shuning uchun yevropaliklar faqat tasavvur qilyapsizmi? Ayrim odamlar o'zini inson emas deb hisoblaydi. Mana bu videoda ko'rayotgan odamlaringiz bir real hayotdan olingan. Misol uchun Yaponiyadagi bir erkak har kuni it shaklidagi kostyum bilan ko'chaga chiqadi. Ayrim odamlar bor, misol Janubiy Amerikadagi bir erkak o'zini to'tiqushga o'xshatadi. Yana qaysidir ayol yo'lbars qiyofasiga kirib olgan. Buning hammasining real sabablari bor. Bu sabablarni olimlar 3 guruhga bo'ladi. Birinchi toifa insonlar, ular o'zini inson emas, balki ruhiy jihatdan o'zini hayvon deb hisoblaydi. Shuning uchun ular shunaqa qiyofaga kirishadi deydi. Ikkinchi toifa odamlar esa shunchaki o'zini menini yaratmoqchi bo'ladi, ya'ni o'zidan g'ayrioddiy ko'ringisi keladi. Kvadroperlar, ya'ni ular 4 oyoqlab yurishni sport darajasiga chiqarmoqchi bo'ladi. Asli bunaqa holatlar ko'hna tarixda ham bo'lgan. Misol uchun shamanlar shunaqa hayvonlar kiyimida turli xil marosimlar uyushtirgan va ayrim odamlar shunaqa totemli hayvonlarga sig'ingan. Xo'p, hozirgi jamiyatda bu holat nima uchun bo'lyapti? Siz albatta fikringizni kommentariyga yozib qoldiring. Yuqoridagi videorolikka yaxshilab e'tibor bering. Bu ijtimoiy tarmoqdagi eng yaxshi ko'rgan videoroliklarimdan biri. Siz hayotda kimgadir nimanidir isbotlashga harakat qilasiz. Ya'ni aytasiz, tushuntirishga harakat qilasiz. Lekin mana shu biror narsani isbotlamoqchi, tushuntirmoqchi bo'layotgan insoningizning kimligi juda muhim. Agar u hech narsani tushunmaydigan, siz gapirayotgan odam umuman o'sha mavzudan yiroq bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni halok qilishingiz mumkin.
Kimdir aytishi mumkin, so'zlar bilan emas, amallar bilan harakat qilish kerak, amallar bilan ko'rsatib berish kerak. Agar amallar bilan ko'rsatsangiz ham ishonmasa-chi yoki tushunmasa-chi? Mana shu videorolikda ham xuddi shu vaziyat. Ya'ni bir antilopa ikkinchisiga bu timsoh ekanligini uqtirmoqchi edi va shu yo'lda halok bo'ldi. Nariga ahmog'i ko'rdi halok bo'lgani. Endi bu o'sha vazifaga tushib qolyapti. Ya'ni ko'ra bila turib u ham uni isbotlash yo'lida halok bo'ldi. Shuning uchun ayniqsa mana kommentariyalarda o'zingizni juda o'qqa-cho'qqa uravermang. Kimgadir nimani isbotlamoqchimisiz? Albatta birinchi navbatda o'sha narsani o'zingizga isbotlang, qolgani davom etib ketaveradi. Qiziqarli fakt, har yili Himolay tog'lari 5 mm ga balandlashmoqda. Ha, to'g'ri eshitdingiz, xuddi daraxtga o'xshab o'syapti. Xo'p, buni sababi nimada? Keling tushuntirib berishga harakat qilib Yer shari xuddi bowling to'piga o'xshagan sip-silliq shardan iborat emas. U xuddi futbol koptogiga o'xshaydi. Ya'ni bo'laklardan iborat, parchalardan. Bu bo'laklarni esa plitalar deb atashadi. Bundan 80 million yil avval Hindiston plitasi o'z yo'nalishini o'zgartirib, Yevroosiyo plitasiga uriladi va bu jarayon natijasida hozirgi Himolay hamda Tibet tog'lari hosil bo'ladi. Bu jarayon qanday kechadi? Plitalar urilgan vaqtda biri yuqoriga, ikkinchisi esa pastga yo'nalish oladi va natijada tog'ning yuqori qismi va ildizi hosil bo'ladi. Ma'lumot uchun, Himolay tog'larining ildizi ularning cho'qqisidan ham balandroq. Va bu jarayon hozirgacha davom etmoqda. Ya'ni Hindiston plitasi yana shimolga siljib kelyapti va natijada har yili Himolay tog'lari, xususan Everest 5 mm ga balandlashmoqda.